Instagramni rivojlantirmaydigan eng qo'pol 3 dona xatoni bugun sizlarga aytib beraman. Videoni diqqat bilan tomosha qilib, like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Avvalambor danışib olsak, ismim Xushnod To'rayev, YouTube va Insta blogerman. Shaxsiy brend qurish bo'yicha ekspertman va shu sohada Xorazmda 1,5 yildan beri ekspertlarga xizmat ko'rsatib kelaman. Va Xorazmda birinchi bo'lib shaxsiy brend qurish bo'yicha o'rta va kichik biznes egalari, kasb egalarini mentorlik qilib keltirgan ustozman. Instagram rivojlantirish hozir must have bo'lib qoldi. Ya'ni dolzarb Instagramsiz hech qaysi biznes, hech qaysi ish yoki kasb egalarining mijozi ko'paymaydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun Instagramni rivojlantirish juda ham muhim narsaga aylanib qoldi. Avvallari hobbi, qo'shimcha bir ish bo'lgan bo'lsa, hozir zaruriyat aylanib boryapti. Chunki hamma konkurensiya Instagramda, sizning konkurentingiz Instagram yuritsa, sizdan eldan o'tib ketib turibdi. Shuning uchun Instagram mavzusini biz YouTube kanalida ko'proq gaplashamiz. Demak, Instagramimizni rivojlantirmaydigan birinchi eng qo'pol xato bu profilni oformat etmaslik. Prosta ba'zi bir profillarga giraman, ne adı dolu kazılgan bo'ladi, ne kimligi, ne yo'nalishi, necha qiymat berishi. Umuman prosta profilda shu profilning egasi haqida noto'g'ri ma'lumotlar turgan bo'ladi. Bu juda qo'pol xato. Sizni buni yo'l bilan Instagramingiz hech qachon rivojlanmaydi. Instagramingizga girgan odam sizning profilingiz orqali bio qismini o'qib turib, o'sha sizning kimligingizni bilishi kerak. Qaysi kasb egasisiz, necha qiymat berasiz, necha xizmat ko'rsatasiz, qaysi muammolarga yechim berasiz, nechun sizni kuzatishlari kerak va bundan tashqari o'zingiz haqingizda nechta bir qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, kursingiz bo'lsa, natijalaringiz bo'lsa, shu haqda ma'lumotni yozgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bizankilar nechik, tam odi familiyasi chala yozilgan bo'ladi, nechta bir emblemalar yoki baxtli ayol, baxtli oila yoki bir narsa, ikki farzand onasi. Buni narsalar hozir o'tmaydi. Odamlar sizlarning profilga nechun girishi kerak degan savolga javob bo'lishi kerak bu yerda. Profilingizni o'qigandan keyin sirazu bo'ladi tushuncha paydo bo'lishi kerak. Bu profilning egasi kim va u nechik xizmat ko'rsatadi? Kasb egasimi, biznes egasimi? Umuman kimdan savolga javob topishi kerak. Shuning uchun birinchi qo'pol xato bu Instagramni to'g'ri oformat etmaslik. To'g'ri oformat etish deganda bu avatarka, nickname, bio qismi, highlightslar, ya'ni aktualniy deb bizanda. Aktualniylar nazarda tutilgan bo'ladi. Obunachilarni 90% holatda sizlarning profilingizda tutib qoladigan narsa bu aynan bio qismi. Ya'ni profilni umumiy ko'rinishi. Ana shu narsani to'g'ri aytsangizlar, obunachilar sizning profilingizga obuna bo'lib qoladi. Ikkinchi hozirgi kunda kuzatilib turgan qo'pol xato bu profillarda aniq yo'nalishni yo'qligi. Eldillari любой narsani qo'yib tashlayveradilar. Hozirgi kunga kelib, kasb egasimi, biznes egasimi o'zini aniq yo'nalishini olib chiqmay turibdi. Ayniqsa kasb egalarini ko'raman, ko'pincha kosmetolog, meykapchilarda ko'rib qolaman, bir xil narsa qo'yadilar ko'rib. Vida misol sizni shaxsiyatingiz ochilishi kerak, sizni ekspertiniz, ya'ni mutaxassisligingiz ko'rsatilishi kerak, natijalaringiz ko'rsatilishi kerak, hayotda nima qiyinchiliklarni bosib o'tganlaringiz ko'rsatilishi kerak. Bizning ekspertlarda hozir shu narsa yo'q. Ana shu narsa ham sizni Instagramingizni rivojlantirmaydi. Profilingizda aniq bir yo'nalish bo'lishi kerak. Faqat lifestyle bo'lmasligi kerak, faqat vine bo'lmasligi kerak. Konkretni bir yo'nalishni tutasizlar, shu yo'nalish atrofida kontentni bajarib ketaverasizlar. Ba'zi bir profillarni ko'rib qolaman, kasb egasi, lekin hatto to'g'ri yo'nalishni tanlanmagan-da. Ko'rgan birlar borib ovqatlanganni qo'yadi, yo bo'lmasa bir davlatga borib kelganni qo'yadi. Bu narsa odamlarga o'zi qiziqmas. Shuning uchun konkretni bir yo'nalishni tanlab, nishani tanlab, kasbingiz bo'yicha shu narsani atrofida kontent chiqarishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun profilda to'g'ri yo'nalish tanlab olinglar. Uchinchisi va 99% holatdagi xatolik bu doimiylikning yo'qligi, постоянствоga, intizom, disiplina deydi. Bizning Xorazmda shu narsani ko'p kuzataman, ayniqsa yangi yilda. 1-yanvar o'tamiz. O'zimni kasbdoshlarimdan ko'rdim, boshqa bir insonlardan ko'rdim. Gazini bosib boshladim, men shaxsiy boshladim, blok boshladim, endi yo'q tashlayman, bo'lib tashlayman. Maksimum 1 oy. 1 oydan keyin u profil to'xtaydi. Nechun to'xtaydi bilmayman. Instagram doimiylikni yaxshi ko'radi. O'zi любой ishda doimiylik muhim. Sportga borjakmisiz, doimiylik kerak. Dieta tutjakmisiz, doimiylik kerak. Любой bir kasb o'rganjakmisiz, tikuvchilikni, kompyuterni, ingliz tilini, matematikani, Instagramni, shaxsiy brendni o'rganjakmisiz, doimiylik kerak. Qisqa muddatda etib bo'lmaydi bu narsalarni. Instagramda ham agar siz rivojlanajak bo'lsangiz, mijozlar oqimi yo'la qo'yajak bo'lsangiz, siz doimiy bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bir boom etib chiqib yana umuman yo'qolib qolish, unda Instagram rivojlanmaydi. Hozir raqobat juda kuchli. Siz doim chiqib turmasangiz, odamlarning yodidan tez chiqib ketasiz. Shuning uchun uchinchi qo'pol xato bu doimiylikning yo'qligi. Haftada 3 video chiqaring, stabilni 3 video chiqaring. Keyinchalik aslan buni ko'paytiring. O'zi aslında kunda chiqarish kerak. Agar shu ham qiyin bo'lib turgan bo'lsa, hatto haftada 3 dona video chiqaringlar, lekin doimiy chiqaring shu narsani. Bizankilar bir yoritib tashlaydi, bir chiqaradi, ya'ni bir kunida 15 video chiqarib tashlaydi, to есть 15 video chiqaradi bir oyda, keyin shu bilan to'xtab qoladi. Güch yetmay qoladi. Shuning uchun doimiylik juda muhim narsa.
Hozir sizlarga Instagramni rivojlantirmaydigan eng qo'pol 3 dona xatoni aytib o'tdim. Aslında xatoliklar juda ko'p. Prosta video cho'zilib ketmasin deb eng muhim 3 donasini aytib o'tdim va sizlarga bir muhim yangiligim va taklifim bor. Agar siz videoni ko'rgan bo'lsangiz, siz biznes kasb egasi bo'lsangiz, sizga zo'r taklifimiz bor. May oyini oxirida navbatdagi shaxsiy brend qurish bo'yicha kursimizga start berayapmiz. Xudo xolasa, taxminan 25-mayda darslarimiz boshlanadi. Kurs kimlar uchun degan bo'lsangiz, o'rta va kichik biznes egalari, любой kasb egasi to'g'ri keladi, qadriyatimizga to'g'ri kelsa. Любой kasb egasi to'g'ri keladi. SMM, mobilografiya qiziqqan, shaxsiy brend qurish, shaxsiy brend bo'yicha xizmat ko'rsatishga qiziqqan insonlar ham to'g'ri keladi. Shu kungacha bizda уже 5 gruppa o'qib tamomladi. Hozir 6-gruppani darsi bo'lib turibdi. Inshaalloh 7-gruppani naborini boshlaymiz may oyining oxirida. Chunki bu narsaga talab kuchayib borayotir. Biz unda sizga shaxsiy brend qurish, Instagram rivojlantirish, Instagramni to'g'ri yuritish, blog yuritish, storiesdan to'g'ri yuritish, reelsdan to'pa chiqarish sirlari, sir yo'q, endi instrumentlari va shaxsiy rivojlanish bo'yicha ham juda ko'plab darslarni o'rgatamiz. Agar sizga shu kursimiz qiziq bo'lsa, yana shu Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. YouTube kanalimga obuna bo'ling va foydali ma'lumotlarni o'tirib bermaslik uchun kolokol chiqishga qilib qo'yasiz va videomizga bir dona like ni bosib qo'yasiz.